Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin devamı. El-mef'ulu ma'ahu diyor. El-mef'ulu ma'ah. U bir nime dese bir vav ma'iyyetin kin kegen. Yani ma'a manslen kegen. Vav din kin ke nime. U bir zevaru kulgan bir isim. Siri ve tarika musri'a desek. Bana şu nim buldu. Mef'ulu ma'ah dep atladı bu ne? Muşadaki wow ma'nansdan. Mangın yol bir tiz mangın demekti de siri ve tarika musri'a. Mangın ay hanım yol bir yollan degelikimiz yol bir tiz mangın diyendik. Ve tarika muşada wow ma'nansdan kegen wow. İsim mensup oldu wow ma'iyyadinkin. Bunun özünüm değmeyiz degende mef'ulun ma'ah değmeyiz deydi. Hoş. Musannif deydi. Yunsabuta lil vavi mef'ulen ma'ah fi nehvi siri ve tariqa musri'ah bima minel fi'li ve şibhihi sebek zen nasbu la bil vavi fil kavlil ahak وبعدما استفهام نو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف نسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصب nasb kılındı vavga egeş küçüğüne mep'ulun ma'ah dep qarab turib vavga egeşken isimni nasb kılındı deydi. Neymi o'xshash desa siri va tariqa musri'ah degandek. Masalan, şunda siri degan fe'l amr oldu da bu. Fe'l amr. Bu mep'ulun ma'ahni nasb qiluvchi bo'lgan fe'l omil bu siri bo'ldi. Nasıl kılındı? Vavga egeş küçünüki vat tarikası vavgan tali vavga egeş küçü at tarika şu. Onu mefulun ma'ah dep nasıl kılındı o deydi. Siri vat tarika musri abi. Hoş. Hoş. Hem bunun da bu mefulun ma'ah olan hazırki siri vat tarika musri ah degen o'zida bu tarik degan mefulun ma'ahni nasb qiluvchi nima deganda buni nasb qiluvchi omil pil yoki pilninki shibisi shibi pildan iborat u masdar ism fa'il u bundan iborat masalan mushnundan iborat mushu nimaga vov maiyaga ilgiri bo'lgan omil nasb qiladi deydi u maf'ulun ma nasb qiluvchi pil ya shibi pildan iborat uni ilgiri bo'lgan narsa mush nasb qiladi. Ama eğer mesela Siri degan pil emir müşahede bo'ldi maf'ulun bih nasb bo'ldi deydi. Maf'ulun ma nasb bo'ladi. Siri ve tariqa musri'at degan o'zi Siri ma'at tariqi demakchi deydi maşallah. Siri ve tariqa musri'at degan ay ma'at tariqi demakchi. Ma'at tariqi musri'a. Ve tariq Siri bilan mansub bo'ldi. Shibi pil o'g'ani misol masalan Zaydun, Sairun ve tariqa dedi. Ism fa'il. Masalan, bu yerda va tariqani zavar qiluvchi sairun degan nim bo'ldi va pilning o'xishi bo'ldi. Bunda pil nasb qiladi yo pilning shibis nasb qiladi. Va ajabani sayruka va tariqa dedi. Hayron qoldi meni sining minishing yo'l bo'yi. Bu yerda qanday qildi va tariqa degan bu maf'ulun ma'ah degan iborat bu ismni masdar pilning shibis bo'lgan masdar sayruka bu zavar qildi. Bu shunga o'xshash debdi. Ba'zi qavmlar debdi buningda bu maf'ulun ma'ahni zavar qildigan. Shu ismni zavar qiluvchi wow debdi ekan. Bu toza emas, to'g'ri qarash emas asosan. Balki shu wowga ilgiri bo'lgan pil yoki pilniki o'xishi
meyli isim paylı olsun, meyli mastar olsun. Muşnuz nasip kılıdı o ama mucarrıdı o vana oze nasip kılmaydı o. Ni bilen nasıl kılındı o degende mana yunsabu talil vavi mef'ulen ma'ah fi nehvi siri ve tariqa musri'a. Nasıl kılındı vav agaş küçünü mef'ulun ma'ah deb siri ve tariqa musri'a koşuş. Ni bilen bima minel fi'li ve şibhi sabak zan nasbu la bil vavi fil kavlil ahak dedi. Nasıl kılındı vav agaş küçü olan ay isim ne? Bir nasla nasıl kılındı? Bima jar majrur ay yunsabu mutallak evvel kıbayttık. Bir naslen nasılında o nas nimedin te dese minel fi'li ma mubeyyen minel fi'li bu mubeyyin ve şibhi ay pilak at fi'li bu. Bir nasıl nasılında ki o nas pilni ibaret o nasıl nasılında. Ergüz bazı kavimler oylagandak vavla nasılmaydı o ne? O isim ne? Pillen nasılında. O pillen şibislen nasılında. Ki ilgili oldu. Şu nime ilgili oldu aş nasp. Özürem. Sabakat kıldı. Aş nasp. Nimelense pil bir neslen ki pil unasından de pildin de pilinin okştun yani sımpayla ya ki mastarın ibaret muşunaslan nim boldu aşu sabakat kıldı aş nasp deydi. İlgili oldu aşu nasp. Demekçi ilgili oldu aş nasp bir neslen ilgili oldu. Mavu özren bima Allah yunsabıga ta'alluq olmayarken özren. Bu ta'alluqı ma sabaka iken. Yani siz sabaka zan nasbu bima minel fi'li ve şibhi demek istedim asıl beyt. İlk rolde aş nasbın aş amel nas nimelense bir neslen ki o nas pil ve pilin şibhisine ibaret olan neslen ilk rolde. Yani aş nesle olan nasip oldu demekçidir. La bil vavi pi kavl ahak. Emas uyılıkı vavlen emas. Bazılar oylagandak vavlen mensup buludu. Bu isim deptiken isim mensup yak vavlen emas. Doğru göz karışta pil kavl ahak. Doğru göz karışta bu vavlen emas. Bunun nasip buluşçu ise pil ve ilgili olan pil ve pilneki şvislen nim buludu. Bu nasip buludu deydi. ما بيت براز نيمكان آش نسب برناسلن كي ز نسبو ما مبتدا ما نقوم بلوب آش نسب برناسلن كي ilgili nasa. Aş nasip okuluşa isimden nasip oluşu, vavden kinke isimden nasip oluşu, bir naslen ki ilgili olan neslerler. Nimeti olsa pil ve pilin okşiki simpayla mezhebin ibaret. Muşu nesinin üzlen buludu. Nesip okuluş. Emes vavlen olmaydı. Bazılar oylagandak isimden mensup oluşu çok vavlen emez. Pil kavlen ahak. Doğru göz karışta. خوش وبعدما استفهام نو كيف نصب بفعل كون مزمر بعض العرب Enbiye'de mef'ulun bihnin ki nim buluşu değil. Mef'ulun bihnin pil mudmarlen. Yani yuşrun pillenço zever mef'ulun me'ehnin zever buluşu pil muzmerlen. Yani mehbi işte niyet kılgan pil mukadderlen mef'ulun me'ehni nasb kılışı değil bu. وبعدما استفهام النوع كيف نصب بفعل كون مزمر بعض العرب degan o'zi asl maf'ulun bi'nin haqqi unuga pil yoki o shibi pil ya pilning o'qishi yuqori deb ketgandek shu ilgili bo'lishi kerak. Ha, u lozim zodi unuga bir omil besha chiqishi kerak yuqorida belirtgandek. Ammo arabning kalamidan
unucu nasb qilishini ma va kaypidan keyin. Ki bu ikilisi istifham, ma istifhamiya va kaypa istifhamiyadan keyin qanday qildi? Zavara o'qidi ba'zi arablar bir pil, bir kavn degan bir pillanki maxfiy qilingan kavn degan bir pilni. Yani kavn degan bir mastardan chiqarilgan bastirlikning mazig bilan mesela ular pilni mastardan türlündü. Mastar asli pil far'i deydi. Şunama. Kupilik lütfus ona aksi ki pil asli mastar far'i deydi. Ama da mastarnınki bir kavun degan bir pillenki mahfi qilinganti aş kavun degan bir pilni. Demek ay kavun degan mastardan türlengen qanday kupi basri degandek kavun degan pildan türlengen yakunu, tekunu, ekunu, lem yakun, la yakun degan o'xshash masalan. Shu bilan pillanki maxfiy qilingan, kavndan turlangan, ishtiqoq qilingan bir maxfiy pillan qanday qilindi deganda, maxfiy pillan ba'zi arablar zavar o'qidi. Nimadan keyin? Ma istifhomiya yoki kayfa istifhomiyadan keyin deydi. Çünkü asli bununki haqqinin bo'lishi kerakdi desa, asli buning haqqi uni pil yoki pil bu ism mansubqa vav maiyatdan keyin kelgan ism mansubqa pil yoki pil yuqoriga chiqishi kerak, haqqi shuti. Lekin aynan arablardan sima'an o'p kelibdi. Qanday qilib uni yana shu ismni zavar o'qib kelibdi. Ma istifhomi va kayfa istifhomidan keyin hech qanday bir pilni tilg'anmasdan pilni o'ttirib chiqarmaslik bilan zavara qilib qolibdi. Ma ispamiya va kayfa ispamiya degan. Qandaqsiz ma anta va zaydan degandek. Mana bu yerda pilga binasi yo'q. Ma anta va zaydan. Wala shibi pilmi yo'q. Asli haqqi pil ya shibi pil qurib chiqish kerak. Ma anta va zaydan va kayfa anta va qas'atan min saridin. Ma anta va zaydan kayfa anta va qas'atan min saridin degandek. Ee, benim onun da takdiri ma tekunu ve zeyden demekçi değil manada. Ma tekunu ve zeyden. Neyim bolsan sen zeytlen digendek. Hmm. Ve keyfe tekunu ve kas'aten min seridin. Desek bunu da bana ki ma tekunu ve zeyden ma ispami oldu. Takdirim önce kevünden iştikak kılıngan kevünlen kevin degan bir pillan nim qilindi? Shu vazaydanni zavar qilindi. Ki bu kevin o'shada muzmar qilingandi. Yani maxfiy taqdir qilingan bir kevin degan bir pillan ba'zi arablar shunaqa nasb qildi. Ma istifhamidin keyin ma nima ma anta va zaydan degan o'xshash. Uning taqdiri nima degan bo'ldi desa ma takunu va zaydan. وكيف تكون وقصعة من سريد degandek. Ben zeyden ve kas'aten bu ikisi muşu kevn degan pil mastardan türlengen pillen nim boldu? Mansub bo'lgan bo'ldi. Xo'sh, والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف نسق. Atf eğer mümkün olsa والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق. Atf eğer mümkün olsa zaafsız en layıktır. Yani bunda demek çoğunu nime dese والنصب muhtardır. Atf yani nasak zaaf bo'lgan chog'da ojiz bo'lgan chog'da nasb muxtar bo'ladi. Eğer zaafsız bo'lib qolib qolsa, at eğer mümkün bo'lsa
zapsız en layık. Eğer bu yerde bu nimbuk kancıkçı bu aciz kancıkda nesp ve tallında o değil. Et kılış aciz olan çağda nesp muhtar oldu. Ya et kılış mümkünken hiç kandak çatak yokken o vakitte et boludu o değil. Et zap aciz olan çağda nesp tallında nayet nazik yapma. Nesp muhtar. Eğer o nim bulmaganda et mümkünken o ешқандай acizik o yokken o vakitte nesli qarab o'tmasdan etib qilish nayti aql qaroq deydi. Bu qanday gap desa, yani bu vovding keng kelgan ism u ismni o'zining ilgakisiga ya atf qilish mumkin bo'lgan bo'la yoki mumkin bo'lmagan bo'la. Val atfu in yumkin bila da'fin ahad. Eğer onu atpi mümkün bolsa u ya sal acizlik bilan atpi qilish qilib qola yoki ojizsiz zaif bilan atpi qilinib qola ya zaifsiz atpi qilingan bo'la. Masalan, uningki zaifsiz atpi o'g'ini hech qanday chatoq shak shubisiz atpi mumkin bo'lg'ini o nesbidin tuzgaroq o'g'ini qaysi etse kuntu ana va zaydun kel axavayni debdi. Buldum men ve Zeyd ikimiz xuddi bu akkuyla qilib ketdik deb. Bunaqa masalan va Zeydun necho bunaqa kuntudik tuğ'a atib qilish chataq yo'q. Atib mumkin. Hech qanday da'f, ojizlik o bu degan gap yo'q. Unda bo'lgandan bu nasbni sal tuzgaroq kuntu ana va Zaydan deb o'qishdan atib qilib shu zimir mustatir zimir mutakallim زمر متصلغة كنت طاغة زمر مربو متصلغة aşını etip qilish zaydan deb zavar o'qishdan et bilan o'qish nayt yaxshiroq. Kuntudiki ta'ning o'rni marpu ya marpu bo'lgandan buni etib qilib va zaydun deyishimiz. Kuntu ana va zaydun deb o'qish nayti haqliroq deydi. Va zaydan deb qilishdi. Bu yerda zaydni rapi qildi. Nima uchun desa, zamir muttasilga konturdagi taga atib qildik. Mushundaq atib qilib o'qish, u nasb qilib o'qishdan nimaroq, yaxshiroq deydi. Uni biz maf'ulun ma'a deb nasb qilgandan atib qilib shu qotqiliq nayt yaxshi deydi. Chunki atib mumkin. Qanday mumkin desa bir fasıl var. Enadan ibaret. Kuntu ena ve zeydun degan enada fasl vardı. Zimir marfu munfasildan et fasl qilindi. Bu atpu mumkin. Mumkin bo'lg'ach qanday qilsak bo'ladi? Val atpu in yumkin degan shu. At agar mumkin bo'lsa, chataq yo'qki, u at eng loyiq. Eğer nasb o'qish sal tanlangan qachon atbi biroz ojiz qolgan chog'da atb qilish biroz mumkin bo'lmagan vaqtda nasb o'qish u yaxshiroq. Agarda atbi mumkinlan bo'lsa chatoq yo'q shak shubisiz atbi mumkinlan bo'lsa atbi qan eng loyiq deydi. Eğer atbi mumkinken ammo biroz zaif bilan biraz acizlikle. والنسب مختار لدى ضعف النسب degan shuna. Atbi mumkinken biraz acizlikle. O vaqtda ma'iyat vav ma'iyya deb qarab turib zavar o'qish u biraz nimadancho uni zimir marfu muttasilga shirk qilgandan atbi qilgandan vav maiyatga binoan nasb sal avlaroq deydi. Chunki nima uchun desa o bir xil ojizlikdan qutulganlikni jahdan sirtu va zaydan deganda masalan zaydan necha bu yerda sirtudagi tog'a atb qilinmaydi ham fasil yuqorida atb qilinmasligi yerda fasil yo'q yuqorida fasil botdi kuntu ana va zaydun deganda o'sha zimir marfu munfasildan iborat ana bilan shu fasl qilingan buning hech qanday dof shak shubi bu yo'qdi atb mumkindi buningda atb tayin topadi
et tutuş, et tıkılış, nayet yakşarak. Manında, manında sırtu ve zeyden degende bunun da pasıl yok da bu ne bilen vav maiyetlen bu ilgaki isimdeki zemir muttasılınki arada pasıl yok. Sırtu ve zeyden degende. Bunun uzda et kılış biraz acizlik boğaçka biraz benim boğan deken biraz bir ikiliş, zaaf, azlık boğaçqa, maiyet bilen nasip qilish, buni etib qiliqdan sal avlaroq deydi. Xo'sh. والنسب إن لم يجوز الأتب يجب أو يعتقد إدمار عامل تصب. Eğer onu hem etib qilish faqat mumkin bo'lmabdi. Etib qilish mumkin bo'lmabdi. O vaqtda nasb vacip bo'ladi o nasb. Qachon in lam yajuzul at. Eğer at dursa nasb qilish vacip bo'ladi. Ya o nasb qilgan etib qilamagan ekan. Yoki ev taqid degan yoki avinvi demakchi da, ev invi yoki niyat qilib bergan, e'tiqod qilgan yani niyat qilgan. Bara shu omilning izmarida mashadagi bir maxfiy mush bir omil vakanda mush zarbar qiladigan bir omil yushirilibdi-da, maxfiy qilinibdi-da deb omilning izmarini niyat qilganki, omilning maxfiy ekanligini niyat qilgan. Shunda qilsang tusib, sen naiti to'g'ri yaxshi tushungan bo'lsan, to'g'ri topgan bo'lsan deydi. Demak, uning atbi tayin topmagan bo'lsa, atbi mumkin bo'lmagan bo'lsa, maiyatga binoan nasb tayin topadi. Agar uning atbi yuqori degandek, masalan, nima dedik, sirtu va zaydan deganning o'zida atbi mumkin bo'lmadi. Atbi biroq qilish zo'r bo'lib qoldi. Atbi mumkin bo'lmadi. Vaqtda maiyat bilan nasb o'qidik. Sirtu va zaydan degandek. Ya unda xolodo atbi durust bo'lmasa nasb o'qish vojib bo'ladi. Sirtu va zaydan. Hargiz uni va zaydun degilmaydi-da. Chunki uni atb qilsak, ay tuq atb qilish to'g'ri keladi. Tuning o'rni mahalla marfu. Yoki shu nimaga shu fe'lga loyiq keladigan shu nimaga maf'ulun ma'ahga loyiq kelgan bir fe'lni maxfiy zamir qilishga, ya'ni uni bir niyat qilishga u tayin topib qoladi. Masalan, nima deymiz? Alabtuha tibnan va ma'an baridan degan o'xshash. Alab qilib berdim man o otqa bir nimani bir bedini alab qilib berdim va ma'an baridan va man so'q suvni alab qilib berdim degan bo'lib qoladi-da buningda. Qanday qilganda buni aytib qilsak, mana buni aytib tayin topmaydi, aytib qilolmaydi buni. Aytib durust emas. Shu ayzim bu yerda nasb o'qish vojib deydi. Buni misol emas-ku endi. Uni misoli aytib vojib, aytib durust bo'lmagandan-ki, aytib durust bo'lmagan vaqtda nasb vojib bo'lganlikdan ay sirtu va zaydanning o'zi shu. Buna aytib durust emas, u ayzin nasb durust, nasb o'qish vojib. Ma'noda bir omilni maxfiy qilishni, omilninki izmarini e'tiqod qilib niyat qilgan deydi. Buningda qanday qilsa alabtuha tibnan va ma'an baridan degani o'zida va ma'an baridan necho mayda tibnanga atib qilish bo'lmaydi. Balkim atib qilsak, masalan, alab qilib berdim man u otqa, u hayvonga bedini va so'g'uq suvni alab qilib berdim degandek bo'lib qoldi. So'g'uq suvni hech qachon berdim alab qilmaydi. Shuni oldi quyib turdi. Tibdanga atib qilish mumkin emas. Buningdan bu yerda bir omil mahzubkan. Alabtuha tibnan va saqaytuha ma'an baridan degandek shuna bir omilni ashunga yarishadigan, ashunga loyiq qilgan bir omildan birini maxfiy qilishni, izmorini e'tiqod qilgan, niyat qilgan. Shunday qilsang, sen to'g'ri topgan bo'lsan deydi tusib. Bu yerga ma'an nimaga va ma'an baridan degan jo'o desa, bu maiyatga mana mansub.
Herkes etpik bana emas. Yaki bunuga layık kılgan bir pilni jo mahfi kılışkı bana mensup. Bununki ma'an bariden dike ve ma'an bariden ve ma'iyet ve ma'iyet de tutmaz ve ma'iyet de turup ve nasıl kılın de etsek meyle. Yaki bunu şunu yarşıdığın layık kılgan bir pildisin birisi mahfi kılın do. Takdiri demek çeyirse. مثلا عرضتها تبنا وسقيتها ماء باردا degan kuşuş aşını yarışırgan la keledigan pildin beni mahbi kılış izmar kılışının özgü banaen bu ma'an bariden nes mensup da bandarsak meyli değil. Ayet-i kerimde mükipte de mesela fe'ecmi'u emrekum ve şurakâekum diyendek Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki sözde. Ve şurakâekum'nun özünçü ve emrekum'a et pıkılış dursa mesbiyana. Çünkü et deganni amilning takroridan neydi degan bo'ldi. Fe'ecmi'u emrekum ve ecmi'u şurakâekum degan bo'lib qoladi. Valeyazbillah. Agar et qilmizsak et degan amilning takrar va amil mesela tekrar tepiş gerekti. O amil tekrar tapmam yerde gapni tekrar qilsa et qildik degandek bu bir et degani amilning takrorini tutugan bo'lgan narsa. Chunki bu yerda masalan shu ajmiu amrakum masalan deyilolmaydi. Ajma'tu şurakai deyilolmaydi. Ajma'tu şurakamning sheriklarimni cemi qildim, to'pladim men deyilolmaydi de. Ve mümkün ecma'tu emri dişki mümkün. Ben benim işimni bir topladım. Ve cema'tu şurakâi. Buna dişki buludu. Ama ecma'tu şurakâi buna diş bu değil olmaydı. Cema'tu şurakâi diş bu mümkün. Bir yerde mesela şuraka maiyet ki bana en mensup. Takdirin mekçesi pe ecmi'u emrekum ma'a şurakâikum digendek. Ben o değil. Ya ki bu maiyet bilan mansub فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي مع شركائكم demek ki bu aşın layık olan bir fiil mansub bilan mansub. Takdiri فأجمعوا أمركم وَاجْمَعُوا شُرَكَاءَكُم degandek. Sizler işinle bir kelimeye ekilinglar. Bir sizin işinle bir düşünceye bir icma kılan bir ekilinglar. وَاجْمَعُوا شُرَكَاءَكُم ve bütün şeriklerin toplanınlar degandek. Bunadır mesela فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَاَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ dikili bulmaydı. Şuna ayada aslında layık yarışıdığın bir amilinin üzerine bir mahbi kılışını niyet kılın degendi de buna da. Buna da وَاجْمَعُوا شُرَكَاءَكُمْ da doktor. Bu yerdeki şurakâekum demek bana mensup oldu siyaki maiyet ki bana mensup oldu. Takdiri fe'ecmi'u emrekum ma şurakaikum demekçi ya ki ona layık olan pil mensup bilen pil mukaddar mensup bilen nima mensup bo'lgan bo'ldi ki fe'ecmi'u emrekum vecma'u şurakaikum degan bo'ldi deydi. Chunki bu yerda et dursa emas. Et bitayin tapmagan muşundak ya mef'ulun ma'ahya bina'an mansub ya ki amil aşağıda mahbi menvi dep qarab turib o mansub dişik boludu deydi. Bugünkü dersimiz Allah'ın fazla inayetlen geçmiş boludu. Kitapnınki bu iki mücellet olup bununki evvelki mücellet tügüde asasen yani bu istisnadan başlap bu neminki ikinci mücelleti götümüz şerifine kadar inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.